Bu videoni oxirigacha ko'rsangiz, ichayotgan suvingiz ham sizni semirtirayotganligini bilib olasiz. Videoni boshlashimizdan oldin sahifamiz yangi bo'lganligi uchun albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Boshladik. Ko'pchilik videolarda, Instagram, YouTube va hokazo videolarda suv balansini to'g'irlash kerakligi haqida gapirishadi. Lekin bir narsani gapirishmaydi. Siz ichadigan xona haroratidagi suv yoki undan harorati pastroq bo'lsa, u suv sizni semirtiradi. Nega? Chunki inson tanasi 36,6 gradus o'rtacha haroratda bo'ladigan bo'lsa, undan pastdagi haroratdagi iste'mol qiladigan suvingiz tanangizni hazm tizimini, metabolizmni buzadi va o'z-o'zidan siz vazn yig'ishni boshlaysiz. Biz ko'p e'tibor berib qarayman, bizga kelishgan bemorlar aytishadiki, mana men suvni iste'mol qilaman, vaqtida ichaman, lekin nega men vaznim bor deydi. Men shunda aytaman, xona haroratida ichasizmi desam, albatta xona haroratida. Даже mana baklashkadagi suvni olib ham ko'chada ichib yuramiz deb. U suv siz bilib qo'ying, sizni semirtiradi. Siz ichadigan suvingizni harorati 35-40 gradus bo'lsagina, u suv siz xohlagandagi sizni ozdirishi mumkin. Yegan ovqatingizni hazm qildirishi mumkin va siz ichgan suv tanangizdagi kerakli bo'lgan suv miqdorini o'rnini to'ldirib berishi mumkin. Nega 35-40 gradus haroratdagi suvni iste'mol qilsak, biz ozamiz. Birinchidan, yegan ovqatimiz hazm bo'ladi. Ikkinchidan, tanadagi metabolizm normaga tushadi. Chunki kelgan bemorlar aytishadi, menda metabolizm buzilgan ekan. Hazm tizimi yaxshi emas, ichki kelishlarim ichim qotib kelyapti deb shikoyat qilishadi yoki bosh og'rig'i bilan siz iste'mol qiladigan xona harorat va undan pasti hattoki bosh og'riq kasalligini va gemoroy kasalligini ham keltirib chiqarish sababi bo'ladi. O'shaning uchun biz xona harorat emas, 35 gradus issiqlikdagi haroratda suvni iste'mol qilishni tavsiya beramiz. Xona haroratidagi suv 20-22 gradus bo'lsa, 35-40 gradus nisbatan xona haroratidagi suvdan issiqroq hisoblanadi. Oddiy tushunarli bo'lishi uchun. Bu videoni ozish uchun hamma ishni qilib ko'rgan, lekin ozolmagan do'stlaringizga yuborib qo'ying va albatta like bosishni unutmang.